Rasululloh alayhissalomda kim agar musulmonga bir kulfat, mashaqqat, tashvish, xafachilik, g'am kelgan bo'lsa-dilar, inna lillahi va inna ilayhi roji'un. Bu Xudoning ishi, biz Xudoning mulkimiz, bu Xudoning irodasi bilan bo'ldi. Biz bu narsaga sabr qilamiz. Alloh bizdan rozi bo'lsang bo'ldi degan bandamga, ey Muhammad, sabr qilguvchi bandalarimga jannat xabarini berib qo'ying deydi. O'sha paytlarda dod, voy deb uni so'kib, buni quylab yurib, qo'lidan hech nima ish kelmay qolgandan keyin Xudodan deyish yo'q, u sabr. İbrahim alayhissalom ko'chada ketayotganlarida bir oiladan yig'i eshitildi. Kirsalar o'lim degan musibat bo'lgan ekan. İbrahim alayhissalom aytdilar: "Ey, sizlar o'likka yig'lamanglar, sizlar o'zlaringiz yig'langlar" dedilar. Chunki bu 3 ta narsadan qutulib bo'ldi dedilar. Bittasi Azroilni ko'rish, bu ko'rib bo'ldi bu. Buni ko'rinadimi, chiroyli ko'rinadi. Ikkinchisi jon topshirish dedilar. Hal bo'ldi, osonmi, yengilmi o'zi biladi. Uchinchisi iymon bilan ketdimi, iymonsiz ketdimi, bu ham hal bo'ldi. Hali bizda shu 3 ta xavotir narsa bor. Shuning uchun o'likka emas, o'zimizga, tiriklarga